Assalomu alaykum. Mana beradi bruslari 7 ga 13lik 4 metrlik 80 mingdan qilib berdik mana. Bulovashdan kelgan klientlarimizga mana. Do'stlarimiz keldi mana. Qancha kerak bo'lsa qilib beraveramiz mana. 5 metr 4,5 metrlik katta tekis sifati zo'r. Aytaverasizda qancha kerak bo'lsa. 4 metrlik 11 ga 3,5lik strabilamiz mana 50 mingdan qilib berdik. Bulovashli akalarimizga 4 metrli brus bilan 4 metrli strabilalarimizdan qilib berdik mana. Chiroyli qilib. Zakaz bo'lsa mashinalar ham bor mana. Talabali. Avtolarimiz, bruslarimiz bor mana. Bruslarimiz bor mana akalar. Ko'rishingiz mumkin. 10 ga 10lik 6 metrli bruslarimiz bor. 195 ming so'm. 7 ga 14lik bruslarimiz bor mana. 7 ga 14lik 6 metrlik sasna. Sifati zo'r, tekis hammasi. 245 ming so'm. Kelishtirib beramiz mana. Keyin 6 metrlik 14 ga 14lik ham bor. Xoriga asosan olishadi mana. Ham tekis sifati zo'r. 500 ming. Arzon taxtalar kerak bo'lsa, arzon taxtalarimiz ham bor. Hadi qimmat taxtalar ko'rsatavermay, arzonrog'ini ham ko'rsataylik mana. 10 ga 2lik 33 ming so'mdan mana. Ko'rishingiz mumkin, quruq hammasi, sasna. 4 metrlik. Yana to'liq 10lik, qalinligi 2 sm. Hop, 11lik ham bor mana. Xuddi shu taxtani 11ligi bor. Uzunligi 4 metrlik. Yana ko'rishingiz mumkin. Yana 11 sm. Qalinligi 2lik. 36 ming so'm mana. Ko'p quruq hammasi. Yana murojaat qilinglar. Qancha bo'lsa qilib beramiz. 4 metrlik, qalinligi 5lik, eni 19. Sasna taxtalarimiz bor mana. Sal qalinroq so'raganlarga, qadvali uylarga layga qilaman degan akalarimizga mana ko'rishingiz mumkin. 4 metrlik. Xonasi 120 ming so'm. Hop, 14lik ham bor mana bu yonida 14lik. Qalinligi 5lik. Ko'rishingiz mumkin 5lik. Eni 14 sm, uzunligi 4 metrlik. Donasi 90 ming so'm. Narxlar sekin tushyapti. Terak narxida bo'lib ketdi mana. Mana akalar, mana shu latok nima uchun qilingan? Kim biladi? Suv artizon bor. Bu suv uchun emas. Yo cho'milgan emas. Topinglarchi kim biladi? Shu latok nima sababdan qilingan betga? DPlarimiz bor mana. DPlar ko'rishingiz mumkin mana. Eni 175, uzunligi 270 bo'ladi. Donasi 55 ming so'm. Taxta panellarimiz bor mana. Ustini o'rab qo'yganmiz chiroyli qilib. Ko'rishingiz mumkin. Ko'p. 3ligi bor, 4ligi bor. 3ligi 65 ming, 4ligi tomonda esa 75 ming so'm. Miqlarimiz bor mana, korobkalarda. Kiloli so'raganlarga mana kiloli. Kilolab olib beraveramiz. Korobka so'raganlarga mana korobkalik. 70, 60, 80, 90, 100, 120, 150 gacha bor. 30lik miqimiz ham bor. Taxta panellarga. Shuruplarimiz bor mana mehmash. 3, 4, 5lik har xilidan bor mana. Miqlarimiz Toshkentniki. Yugurib ketmaydi. 12 ming so'm. Shuruplarimiz mana kilosi 30 ming so'mdan. Mana gips kartonlarimiz keldi mana. Ko'rishingiz mumkin. Optimus gips kartonning razmerini so'raganlarga eni 120 bo'ladi. Uzunligi 2,5 metr bo'ladi. Xo'p, gips kartonimizda mana akalar ko'rishingiz mumkin. Bu qalinligi 0.9 bu. 1 sm emas 0.9 degan. Xuddi shu firmani yoki boshqa firmalarda akalar qalinligi 0.7 bo'lishi mumkin, 0.8 bo'lishi mumkin. Ular bunga nisbatan ming so'm 2000 arzonroq bo'ladi. Buni foydali jihati tushirib turganda o'zini-o'zi aylanib qolib tushirib, usham yaxshi ushamay qolmaydi. Shuni hisobiga bu sifati zo'r chiqyapti hozir. Ko'proq shundan so'ng talab ko'p bo'lganiga shundan olib kelyapmiz. Buni donasi 35 ming so'm bo'lyapti mana. Tayyor chizilgan. Tushirib turishdan ham qiynalmaydi. Oldingi ustakalar biladi. Bunaqa chizilmagan bo'lardi, ip tortib olib urishardi. Hozir endi ip ham tortishmaydi, shu holatda turishaveradi. Ancha qulaylik qilib qo'yishibdi. Zo'r mana. Qancha kerak bo'lsa qilib beramiz.
Devordagi bu 1.2ligi bu, qalinroq. Bu ham xuddi shu firmaniki. Bu ikkovi ham eksportga chiqqanlar. Onasi 40 ming so'm bu. Ha, gipsokarton reykalari bor akalar. Mana hozir tushuntiraman buni qanaqa holatdaligini. Bunisi eni 4lik, qalinligi 3lik. Sal bu jonliroq bu. Buni metri 4 ming so'm. Mana sifatini o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Tekkizligi tekkiz. Sinib ketadigan butog'i yo'q. Ichida listovak yo'q. Hammasi sasna. Mana tushirib ko'rganda yorilib ketmaydi. Sal qalinroq bu, sal jonliroq. Endi bu 4 ga 2ligi bu. Mana ko'rishingiz mumkin. Tekkizligi tekkiz zo'r, sifati zo'r chiqadi. Ichida ishlatib olmaydigani yo'q. Hammasi zo'r chiqadi. Buni 3,5 ming so'm metri. Shu beramiz bundan ham. Hop, bunisi mana qalinligi 4,5, eni 4,5, qalinligi 2lik. Uzunligi 4 metr bu ham. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham sifati zo'r. Ichida bir dona ham chetag'i chiqmaydi. Hammasi o'zimiz chiqarganmiz, o'zimiz boylaganmiz. Sifati zo'r chiqadi. Endi gipsokartonga oladiganlar asosan 4,5 ga 2 dan olishadi. Chunki gipsokarton urganda gipsokartonni qirg'og'iga to'g'ri kelib qolib, yaxshilamay qolishi mumkin. Bu kichikroqni qoqqanda. O'shaning hisobiga sal 50 roqni qoqsa yaxshi ishlaydi, mustahkam bo'ladi. Shuning hisobiga gipsokartonga oladiganlar 4,5 ga 2 dan taxta fanerda, plastikka, shunga o'xshagan narsalar, yengil narsalarga oladiganlar 4 ga 2lik bo'lsa to'g'riroq bo'ladi. Bunisidan olsa ancha mustahkam bo'ladi, qalinligi qalin. Miqti qo'rqmasdan ursa bo'laveradi. Qo'l taxtamiz bor mana, ko'rishingiz mumkin. Uzunligi 4 metrlik, eni 14 sm, qalinligi 2 sm. Bundan ko'p qancha bo'lsa qilib beramiz. Hammasi zo'r, garbili yo'q bularda. Sinig'i, chirigi yo'q. Katta sinib ketadigan butog'i yo'q. Tekkizligi tekkiz, zavod taxtasi hammasi. Donasi 45 ming so'mdan qilib beryapmiz bularni mana. Quruqligi quruq. O'lmas. Bemalol qoqib olasizlar. Qoqqandan keyin olasi ochilib ketadi deb qo'rqmaysizlar, chunki bu quruq. Ko'rishingiz mumkin mana, sifati zo'r.